Hukumat yig'ilish qatnashchilari biza doimiy ravishda yil boshidan boshlab tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazib kelamiz. Uchrashuvimizning asosiy maqsadi tadbirkorlarni faoliyatida bankda kreditlariga bo'lgan talabini o'rganish, kreditga bo'lgan talab qanaqa muammolar bo'lsa o'shalarning yechimini qilish va qisqacha mana o'zimiz bankda bor produktlar bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Keyin savollaringiz bo'lsa, bankda qanaqa muammolaringiz bo'lsa yechimini birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugungi kunda biza mahalla bankirlari va mahalla agentlari yordamida mahalla loyihasi 312-qarorga asosan 47-qarorga asosan kredit mablag'lari ajralib keladi. Undan tashqari hamroh ayol yoshlarga beriladigan kreditlarimiz bor. Qisqacha ma'lumot berib o'taman. 312-qaror bo'yicha ajratiladigan kreditimiz 7 yilgacha muddatga 3 yilgacha imtiyoz bilan ajratiladi. Bunda xizmat ko'rsatish, keyin ishlab chiqarish sohasiga kredit mablag'lari ajratamiz. Bunda asosiy maqsad ajratilgan kredit orqali ishsiz aholini ish bilan ta'minlashdan iborat. Ko'rimiq tumani 4-toifada bo'lganligi sababli 20% dan kredit mablag'lari ajratib kelamiz. Bundan tashqari mahalla loyihasi bo'yicha kreditlarimiz bor. 5 yilgacha muddatga 2 yilgacha imtiyozli bilan ajratiladi. Bu 25% dan ajratiladi. Bunda ham chorvachilik, xizmat ko'rsatish, tikuvchilik, parrandachilik, o'zini o'zi band qilgan 2 oy davomida ish haqiga ega bo'lmagan fuqarolarimiz o'zini o'zi band qilgan yo'nalish bo'yicha kredit mablag'lari ajratamiz. Keyin 47-qaror bo'yicha kreditlarimiz bor. 17 million so'mgacha maksimal summasi. Bunda ham o'zini o'zi band qilgan yo'nalish bo'yicha kredit mablag'lari ajratamiz. Bu mahalla loyihasi 47-qarorga ajratiladigan kreditlarimiz plastik kartaga ko'chirib beriladi. O'sha jismoniy shaxs o'zi nomiga plastik karta ochiladi. O'sha plastik kartasiga o'sha mablag' ajratib beriladi. O'sha yo'nalish bo'yicha qanaqa yo'nalish bo'yicha o'zini o'zi band qilgan bo'lsa, o'sha yo'nalishga yo'naltiriladi.